Assalomu alaykum do'stlar, biz bugun yana Maxtumquli ko'chasidagi Bay Hilton mehmonxonasidamiz. Biz 12-etajdamiz. Bu yerda kichikroqgina joyi gidroizolyatsiya qilib berishni iltimos qilishdi. Mana bugun boshladik. Hozir bolalarimiz barcha choklarini qayerda beton masalasida muammo bo'lsa hammasini remotniy sostavlarimiz bilan yamab chiqishyapti. Mana bu yerda esa bir yigitimiz hozir gruntovka surishmoqda. Gruntovkadan keyin bizda maxsus lenta bo'ladi. O'sha lentani yopishtirganimizdan keyingina biz bu yerda ikki komponentli maxsus remotniy polimerniy sostavimiz bor. O'sha bilan surib beramiz. Surib o'rgangandan keyin yana bir marta sizlarga bo'lgan ishni ko'rsataman. Do'stlar, mana biz hozir birinchi sloyini surib oldik. Endi esa yigitlarimiz hozir yana bir marta surib berishadi. Va nihoyat mana qilib berdik. Tugadi. Bugun ikkinchi kun. Oxirgi sloyni ham surib berdik. Mana endi ertadan bemalol kafel yotqizsa bo'ladi.